Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Dilisi Jaloliddinov Zubi kanali. Bugungi videoda biz Vinicius Junior hamda Di Mariani super holatda, ideal holatda futbolchilarni to'g'ri kuchaytirish deganda qilib kuchaytiramiz. Xo'p, biz sezon pas ochib oldik. Birinchi navbatda bizga birozgina tangalar va olmoslar kerak edi darvozabonlar olish uchun. Shu sababdan sezon pas ochib oldik. Bu akkaunt o'zimni futbolchilar full qilayotgan akkauntim edi. Buni bir obunachimizga berib yubordim. To'g'rirog'i almashdik bir akkauntga. Obunachimizning akkaunti kuchsizroq edi. Ustiga biroz mablag' qo'shib bo'lsa-da, to'g'irlab akkauntni almashdik. Xo'p, bizda super akkaunt yig'ilmoqda va sezon pasdan mana bu yerdagi tangalar bonuslarini olib olamiz. Olmoslar, tangalar, barcha bonuslarni birin-ketinlikda olib olamiz va skautlar bosishni boshlaymiz. Bizga arzon o'yinchilar chiqmoqda, lekin hozircha darvozabondan darak yo'q. Xo'p, skautlar bosayotgan bir vaqtda sizlarga men bir yangilik haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu yangilik men Dilisi Jaloliddinov o'zim bir turnir qilyapman. Bu turnirda albatta bemalol ishtirok etishingiz mumkin. Albatta menga obuna bo'lib, birdaniga Telegram kommentariyada yozilgan silka pin qilib qo'yaman. Kommentariyada Telegram kanalim silkasi bo'ladi albatta va video opitsiyasidan ham topsa bo'ladi. Telegram kanalimga o'tib bemalol shunchaki o'tib olib qarasangiz 20-noyabr kuni, ya'ni bugunning o'zida turnir haqida ma'lumotlar tashlangan bo'ladi. Turnirga o'tib bemalol ishtirok etishingiz mumkin. Mutlaqo bepul bo'ladi bu turnir. Va turnir sovg'alari haqida ma'lumot ham aytib o'tadigan bo'lsak, turnir sovg'alari juda ideal bo'ladi. Ya'ni bizga o'zim cho'ntagimdan hozircha homiylarsiz holatda birinchi o'ringa 100 ming so'm, ikkinchi o'ringa 50 ming so'm, uchinchi o'ringa sezon pas, 4-o'ringa aksiyali sezon pas olib beriladi. Hop. Alessandro Bastonini sotib yuboramiz. Endi videoga o'tib olsak bo'ladi. Albatta, aytib o'tganimdek, bemalol Telegram kanalimga o'tib, menga yozadigan bo'lsangiz, menga murojaat qiladigan bo'lsangiz, sizlarga albatta turnirga qo'shilish haqida ma'lumot berib o'taman. Di Mariani zaxirada qoldiramiz va Viniciusni o'ng qanot, chap qanot yarim himoyaga tushirib, kuchaytirishlar bosishni boshlab olamiz. Di Mariani mana shu yerda ikkitalik kuchaytirishlar bosish uchun olib qoldim desam to'g'riroq bo'ladi. To'g'risini aytgan baribir yaxshi. 5 ta fitness kuchaytirgich, xo'p, birinchisidayoq satiriga tushmoqda. Viniga meni xafa qilyapti birozgina. Ikkinchisida ham satiri bu juda yomon, uchinchisida tushmayapti satiriga, lekin bizda sta darajasi juda past holatda. Bu degani Vini yaxshi kuchaymaydi degani, chunki hozir tezlik va tezlanish 100 bo'lgandan so'ng sta va satiriga tushishga to'g'ri keladi. Ikkitalik kuchaytirish bosganda bittalik bosishning foydasi yo'q. Ko'proq satiriga ketib qolishi mumkin. Hop, texnikalarni ham bosamiz. Unda ham taklingga tushmoqda, ko'rib turganingizdek, xuddi Dilisi bizni ustimizdan kulgandek, takling va satiri darajasiga kerakmas darajalarga tushiraveradi. Himoyachini full qilayotganda taklingga bermaydi, hujumchini full qilayotganda taklingga beradi. Va bu juda yomon holat bo'ladi va biz mana shu yerda 86 darajaga yetgan, 84 darajaga yetgan, adashib ketdim, uzr. Di Mariani sotib yuboramiz texnika kuchaytirgichga va biz Viniciusni endi bir o'zini kuchaytiramiz. Bittalik oq kuchaytirgichlarimiz bilan albatta Di Mariani 90 ta olmosga qaytarib olsa bo'ladi. Uni albatta qaytarib olamiz jigarlar. Futbolchini full qilayotganda ko'pchilik mana shunday sariq futbolchilarni olib qo'yib, keyinchalik kuchaytiradigan bo'lsa, albatta mana shunday holatda sotib yuborib, keyinroq 90 ta olmosga qaytarib olishni maslahat beraman. Albatta, lekin biroq 90 ta olmosga qaytarib olishni ham vaqtli VIP emas, ya'ni 2 kunga turadi bu futbolchi 90 ta olmosga qaytarib olish kerak. Yoki 12 ta futbolchi undan keyin olib sotib yuboradigan bo'lsangiz, u yo'q bo'lib qoladi. Shuning uchun xato qilmasdan maslahatlarga to'g'ri e'tibor berib, futbolchi sotib yuborish kerak va 90 ta olmosga qaytarib olishni ham o'ylab qilish kerak. Xo'p, bizda Vinidan 3 ta 100 chiqarib olindi. Albatta, video sizlarga yoqayotgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ysangiz juda super holat bo'lardi. Hop, Vinicius Junior hozirda 91 darajaga yetdi o'zi.
va takling darajasiga ketmoqda yana. Takling va satr darajasi bizga 45 va 75 lardan oshmasa aniq 6 ta 100 chiqadi Vinidan, lekin bizga aniq oshib ketadi degandek ko'rinyapti. Chunki yarim holatda kuchaydi va 42 ga 70 bo'lib turibdi. Hop, Vinidan 3 ta 100 chiqarib olganmiz. Takling o'ta ko'payib ketmoqda bizda va texnika kuchaytirishlar bosmaslikka ham harakat qilyapman. 10 ta texnika kuchaytirish qoldi va uni bosib olaman. Albatta, zarba darajasi juda past bo'lib qolmoqda. Hozircha 89. Bu juda yomon holat. Va 8 ta kuchaytirgich qoldi va qarang, taklingga tushganda break horse beriladi. Shu zarbaga tushganda break horse berilsa, 2 daraja qo'shilib 91 bo'lib ketsa, zo'r bo'lardi-ku. Yo'q, bilsa bizni ustimizdan kuladi. Va Vinidan hozircha sta darajasiga kuchaytirishlar bosganda, ya'ni fitnessga kuchaytirish bosganda staga tushmoqda. Shu sababli tepadan birinchi 3 ta 100 chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Agar 3 ta 100 chiqib, birozgina yana kuchaytirishlar ortadigan bo'lsa, texnikaga bosamiz. Hozircha yaxshi kuchaymoqda Vinicius. Str va sta darajasi bir holda 94 ga 74 bo'lib ketmoqda. Bu super natija degani bizga 75 bo'ldi. 75 dan oshmasa maksimal holatda va 76 bo'lib ketmoqda. Mana shunday holatda birozgina oshib ketishi noto'g'ri-da. Biz xohlagandek, ko'nglimizdagidek kuchayishini o'ylaymiz, lekin dilisi bizning unday kuchaytirmasligimizga harakat qiladi desa ham bo'ladi. Va Vinidan 4 ta 100 chiqarib oldik va mana bunday 99 bo'lib turganda break horse berganini qarang. 98 bo'lganda boya break horse berganda shu 100 holatiga yetardi. Xo'p, juda yaxshi holatda Vinini kuchaytirib oldik va bizga 35 ta fitness kuchaytirgich ortib qoldi. Ortib qolgan kuchaytirishlarni albatta olib qo'yamiz. 93 ga 91 va yana taklingga ketmoqda. Takling 49 bo'lib ketdi Vinida. Pas 94 va zarba 92 va so'nggi bittalik kuchaytirish zarba 93. Juda yaxshi Vini. Menimcha 600 chiqish qiyin, lekin pas va zarbachalar darajalarini 95 dan balandroq qilib qo'ysak juda super holat bo'lardi. Va mana shu yerda 2 talik yoki 3 talik kuchaytirish bosishga qaror qildim va Di Mariyani olishga ham qaror qildim. Va Di Mariyani qaytarib olamiz, albatta uni ham full qilishimiz kerak. Di Mariyani 90 ta olmosga qaytarib oldim. Albatta bizga bitta texnika kuchaytirgich berdi ko'kidan. Bu degani 75 ta olmos. Bir xillar bazani ko'targan bo'lsa arzonroq bo'laveradi. O'rtacha 75 ta olmos deb oladigan bo'lsak, 90 ta olmosga qaytarib olyapmiz. Ya'ni 25 tagina olmos ketyapti. Bu juda yaxshi holat. Zarba 95, pas 94 bo'ldi va Vini hali full bo'lmadi. Taklingga tushdi yana. Takling 51 holatiga yetib qoldi va biz endi mana bu yerda ko'rib turganingizdek oladigan sovg'a ham yo'q ekan va endi 3 talik kuchaytirish olishni o'ylab ko'ramiz. Mana bu yerda tepada ko'k fitness bor ekan. Nima qilsa berar ekan bu fitnessni? Albatta yo'q, bizga fitness emas, texnika kerak-ku. Olib nima qilamiz? U kuchaytirishni va biz 3 talik texnikani bosib yuboramiz. Vinini qani ko'ramiz, qanday kuchayar ekan Vinicius Junior. Real Madrid futbolchisi 95 holatda, zarbasi 98 bo'ldi Vinining. Boshqa darajasiga qo'shmadi va Di Mariyaning ham taklinga qo'shib yubordi. 97, 90, 83. Juda yaxshi kuchaydi Di Mariya ham, albatta Di Mariyani ham shu videoning o'zida full holatga yetkazib yuboramiz. Angel Di Mariya ko'rib turganingizdek hozirda 86 darajada va bizda 35 ta fitness kuchaytirgich va bitta 3 talik texnika kuchaytirgich bor. 35 ta kuchaytirishni bosib yuboramiz va Di Mariyani qo'ldan kelgancha chiroyli holatda full qilishga harakat qilamiz. Hozir 30 ta qoldi kuchaytirgich va bizda menimcha shu acceleration, ya'ni tezlanish darajasini ham 100 qilsak super bo'lardi Di Mariyadan, lekin buning endi iloji yo'q, chunki boshqa darajalarga tushmoqda. Acceleration, ya'ni tezlanishga deyarli tushmayapti kuchaytirgichlarimiz. Di Mariya agar kuchaytirishlar yetmay qoladigan bo'lsa, 3 talik texnika bosib yuboramiz va mana bu yerda kontrol darajasini 100 qilishga harakat qilamiz albatta. Hozirda tezlik 85, tezlanish 89, start 84. Juda yaxshi kuchaymoqda Vini, to'g'rirog'i Di Mariya.
Di Maria bilasiz, DLS 26 da chiqmaydi, shu sababdan uni full qilib qo'yapman. 100 chiqishi juda qiyin bo'lgan futbolchi bo'lsa-da, uni full qilib qo'ygan albatta yaxshi bo'ladi, chunki bu noyob akkauntlar sirasiga kirib qoladi. Hop, bizda Vinidan tezlikni ham 100 qilib olsak, 88 mana bu yerda 89 90 88 90 90 90 bo'lsa super holat bo'lardi deganimda, hop, tezlanishga tushmoqda. Bu yomon. Tezlik 90, tezlanish 91, start 89, str 73, kontrol 97, past 90, zarba 83, va tackling 57 holatda. Di Maria full bo'ldi. Hop, jigarlar, video sizlarga yoqqan bo'lsa albatta videoga like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'ying. Hammangizga rahmat. Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz albatta Telegramdan kanalimga o'tib obuna bo'lib, albatta turnirga qatnashishingizni ham so'rab qolaman. Hammaga xayr, sog', salomat bo'ling.